Bitta bemorda kuzatildi. Limfa, bo'yinli, shishdi. U juda ko'p doktorlarga bordi. Syomka bo'lyapti ko'rg'onda. Hamma tekshiruvni qildi. Gepatit B, spid, tuberkulyoz, viruslarga hammasiga tekshirdi. Qonni va licheniyalar oldi, immunitetga hamma narsani qildi. Buni ichida infeksiya aktiv holatda turaverdi. Lekin u nima qildi? Kattalashaverdi. Licheniya qilsa ham kattalashaverdi. Oxiri majbur bo'ldi biopsiya olishga. Biopsiya olinsa, ichidan tuberkulyoz palichkalar chiqyapti. Bo'lmasam tuberkulyozga qon oldi. Mavdusi nima qildi? So'lakdan oldi. Hammasini tekshirdi, toza chiqdi tuberkulyoz. Lekin buning ichidan chiqyapti. Sabab bizada organizm o'zini o'zi himoya qilish va buni ichidagi infeksiyani tashqariga chiqarib yubormaslik qobiliyati bor, tanaga zarar yetmasin deb. Bekorga yiling yig'maydi-da, yig'adi-yu ugrilar yokida absess. Bu mexanizm shunaqa. Tashqariga chiqmasdan yiqtirib o'sha yerda saqlab o'ldirish maqsadi. Misol uchun siz ham ota-ona hayotmini? Yomon xabar kelib qolsa, ona ozgina siqilib turgan bo'lsa-lar, u xabarni nima qilasiz? Yetkazmay turasiz. Onamga ziyon yetmasin degan maqsadda. Siz yaqinlari sizda. Bu ham bizani yaqinimizda bizga zarar yetkazmasligi uchun shuni himoya qilib saqlaydi. Iloji boricha terisini qalinlashtiraveradi chandiqlashib. Ichkaridan chiqarmasligi uchun o'sha amallab shu yerda o'lsin, kirgizmay qonni. Chandiqlashib ketsin, bir xil limfalar chandiqlashib ketadi. Tushuntira oldimmi? Shunaqa holatda saqlagan. Bu degani biopsiya olmaguncha ichkarida qanaqa infeksiya borligi yoki nima holatda ketayotganligini aniqlash juda qiyin. Bizning maqsadimiz immunitetni rag'batlantirish, tanani tozalash va drenaj funksiyasini bajarish, yo'l ochish. Tushuntira oldimmi? Shunda organizmimiz nima qiladi? Tezroq tozalaydi. Oddiy misol, qo'lingizni kesgansiz, inson yashayotganmi, qachondir qo'lini kesib olishi mumkin yoki turib olishi mumkin. Hech doktorga bormaysiz, kimdadir 3 kunda bitadi, kimdadir bir haftada bitib ketadi yara. Organizm o'zi aqlli, markaz. Biz buyruq bermaymiz, kutib turmaymiz, to'g'rimi? Oddiy misol, yana qo'l sinsa, siz nima qilasiz? Doktorga borib qarab turmaydi yoki vitaminlarni ichkariga kirgizib o'tirmaydi. Keling gips qo'yinglar, o'zi bitib ketadi deydi. Pakoy beradi. Gips qilib, qimillatmay tursang o'zi bitadi. Organizm shunaqa aqlli, o'zini o'zi tozalab, bastaralik qilib tuzata oladi. Faqat siz unga sharoit yaratib beryapsiz. Kesgan joyingizni ishlatmay turibsiz, singan joyingizni ishlatmay turibsiz, gips qilib. Organizmda ham shunaqa, limfada ham. Siz bunga pakoy berib, siz bunga rag'batlantirsangiz, o'zini o'zi bastaralik qila oladi. Inson doktorga borgani bilan buni tuzatib bermaydi, faqat yo'l ko'rsatadi. Mana buni qilsang, organizm o'zi tozalab oladi. Faqat tirkovchi yoki yordamchi yoki yengil itarib qo'yadi oldinga yurganda. Tushuntira oldimmi? Mexanizmini tushunib oldingiz.